Ukraina Rossiya dron zavodiga hujum qilgani oqibatida kamida 2 kishi halok bo'ldi. Tramp agar Eron tinchlik kelishuvi bo'yicha yon bosmasa, uni yo'q qilish bilan tahdid qildi. Avstriyada HIV bolalar ozuqasida kalamush zahri aniqlandi. AQSh Eron muzokaralari oldinga siljidi, ammo Hormuz bo'g'ozi atrofidagi keskinlik saqlanib qolmoqda. Malayziyada 200 dan ortiq uy butunlay yonib ketdi. Tokio yana bir raketa uchirilganidan keyin Pxenyanga norozilik bildirdi. Endi esa batafsil. Azizlar, sizlarga ishonchli va qulay. Maftunopa boshchiligida Toshkentdan Moskva, Sankt-Peterburg, Krasnodar, Novosibirsk va boshqa shaharlarga avtobus, Sprinter va yengil avtomobil xizmatlarini tavsiya etamiz. Rossiya bo'ylab taksi xizmatlarimiz ham mavjud. Ekraningizdagi raqamlar orqali bog'lanib, kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Ukraina Rossiya dron zavodiga hujum qilgani oqibatida kamida 2 kishi halok bo'ldi. Rasmiylarning yakshanba kuni ma'lum qilishicha, Ukraina harbiylari Rossiyaning janubiy-g'arbiy qismidagi dron zavodiga hujum qilgani oqibatida kamida 2 kishi o'ldi. Shahar harbiy ma'muriyati rahbarining so'zlariga ko'ra, Ukraina shimolidagi Chernihivga qilingan katta tungi dron hujumi 16 yoshli bolani o'ldirdi, yana 4 kishini yaraladi. Dmitro Brezhinskiy yakshanba kuni ertalab Telegramda xabar berishicha, qutqaruvchilar o'smirning jasadini vayronalarni tozalash paytida topdilar. Uning so'zlariga ko'ra, dron hujumi natijasida 3 ayol va 1 erkak ham yaralangan. Bir nechta uylar yonib ketgan. Yakshanba kuni Rossiya dronlari Janubiy Xerson shahriga ham hujum qilgan deya xabar berdi mahalliy rasmiylar. Viloyat ma'muriyati rahbari Aleksandr Prokudinning so'zlariga ko'ra, shahar markazidan o'tayotgan mikroavtobusga dron urilganidan keyin bir kishi olgan jarohatlardan vafot etgan. Viloyat hokimiyatining ma'lum qilishicha, ikkinchi bir kishi portlash jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan. Tramp agar Eron tinchlik kelishuvi bo'yicha yon bosmasa, uni yo'q qilish bilan tahdid qildi. AQSh prezidenti Donald Trump Fox News telekanali muxbiri bilan suhbatda Jared Kushner va Steve Witkoff Eron bo'yicha muzokaralarni qayta tiklash uchun Islomobodga jo'nab ketayotganini ma'lum qildi. Agar eronliklar kelishuvni imzolamasa, biz butun mamlakatni yo'q qilamiz. Ularning elektr stansiyalari va ko'priklari AQSh uchun qonuniy nishonga aylanadi, deya ta'kidladi Tramp. So'ngra u aynan shu tahdidini TC ijtimoiy tarmoqdagi xabarida takrorladi. Biz Eronga o'ta adolatli va oqilona kelishuv taklif qilyapmiz va umid qilamanki, ular buni qabul qilishadi. Agar qabul qilishmasa, Qo'shma Shtatlar Erondagi har bir elektr stansiyasi va har bir ko'prikni vayron qiladi. Boshqa yaxshi yigit bo'lishi yo'q. Ular tezda yon bosishadi, osonlikcha yon bosishadi. Agar kelishuvni qabul qilishmasa, qilinishi shart bo'lgan so'nggi 47 yil davomida boshqa prezidentlar tomonidan Eronga nisbatan qilinishi kerak bo'lgan ishni qilish men uchun sharaf bo'ladi, deb yozdi Oq uy rahbari. AQSh Eron muzokaralari oldinga siljidi, ammo Hormuz bo'g'ozi atrofidagi keskinlik saqlanib qolmoqda. AQSh va Eron rasmiylari muzokaralarda ba'zi yutuqlarga erishganliklarini xabar qilishdi, ammo yadroviy dastur va Hormuz bo'g'ozi atrofidagi vaziyat kabi asosiy kelishmovchiliklar hali ham hal qilinmagan. Eronning bosh muzokarachisi AQSh tomoni bilan so'nggi maslahatlashuvlarga yutuqlarga erishilganini, ammo bir qator fundamental masalalarda sezilarli tafovutlar saqlanib qolganini aytdi. O'z navbatida AQSh prezidenti Donald Trump Tehron bilan muloqotni sharhlab, ikki tomon juda yaxshi suhbatlar o'tkazganini aytdi. Shuningdek, u Washington strategik muhim dengiz yo'l atrofidagi tahdidlar bilan bog'liq bosimni qabul qilish niyatida emasligini aniq aytdi. Tomonlar muzokara jarayonining aniq tafsilotlarini oshkor qilmadilar. Ushbu bayonotlar AQSh-Isroil urushidagi zaif sulh muddati tugashidan bir necha kun oldin davom etayotgan noaniqlik sharoitida aytildi. 8-haftada boshlangan qurolli mojaro minglab odamlarning qurbon bo'lishiga olib keldi. Isroilning Livanga hujumlariga tarqaldi va neft narxlarining keskin oshishiga olib keldi. Urushdan oldin dunyo neft ta'minotining taxminan 5 dan 1 qismi o'tgan Hormuz bo'g'ozining samarali yopilishi global bozorlarga qo'shimcha bosim o'tkazmoqda. Malayziyada 200 dan ortiq uy butunlay yonib ketdi. Malayziyaning Sabah shtatidagi qishloqda yuz bergan kuchli yong'in oqibatida 200 dan ortiq uy butunlay yonib ketdi. Bu haqda Reuters agentligi xabar qilgan. Hodisa 19-aprel kuni Kampung Bahaiga qishlog'ida sodir bo'lgan. Mahalliy vaqt bilan tungi soat 1:32 atrofida qutqaruv xizmatiga yong'in haqida xabar kelib tushgan. Kuchli shamol va uylarning bir-biriga juda yaqin joylashgani yong'inning tez tarqalishiga sabab bo'ldi. Shuningdek, suv sathining pasayishi o't o'chiruvchilarning ochiq suv manbalaridan foydalanishini qiyinlashtirdi, dedi qutqaruv xizmati rahbari Jimmy Lagun. Yongan uylar yog'ochdan yasalgan bo'lib, maxsus ustunlarda qurilgandi. Qishloqda asosan hujjatsiz muhojirlar va mahalliy tup-joy aholi vakillari istiqomat qilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 445 nafar kishi boshpanasiz qolib, o'z uyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Malayziya bosh vaziri Anvar Ibrohim holat yuzasidan bayonot berib, federal hukumat jabrlanganlarga birinchi darajali yordam ko'rsatishini aytdi.
Avstriyada HIV bolalar ozuqasida kalamush zahri aniqlandi. Avstriyada HIV bolalar ozuqasi bankasi ichidan kalamush zahri topildi. Mamlakatdagi 1000 dan ortiq Spar supermarketlaridan xavfsizlik choralari sababli mahsulotlar qaytarib olindi. Bu haqda Reuters xabar qilgan. Burgenland politsiyasiga ko'ra zahar 190 grammli sabzi va kartoshka pyure idishidan olingan namunada aniqlangan. HIV kompaniyasi xavfli modda mahsulotga tashqaridan kiritilgan bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Kompaniya ushbu pyureni iste'mol qilish hayot uchun xavfli ekanidan ogohlantirgan. Politsiya bayonotida aytilishicha, zahar aniqlangan bankalarning pastki qismida qizil doira shaklidagi stiker bo'lgan. Shuningdek, ularning qopqog'i ochilgan yoki shikastlangan. Xavfsizlik plombasi bo'lmagan yoxud g'ayritabiiy hidga ega bo'lgan. Chexiya va Slovakiya politsiya tomonidan musodara qilingan shunga o'xshash bankalarning dastlabki laboratoriya tahlillari ham zaharli modda mavjudligini ko'rsatgan. HIV kompaniyasi Avstriyadagi holat tashqi jinoiy aralashuv bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini bildirdi. Spar supermarketi matbuot kotibi mahsulotlarni qaytarib olish ehtiyot chorasi ekanini aytdi. Shuningdek, bu Avstriyadagi 1,5 mingta do'konga taalluqli bo'lib, boshqa mamlakatlardagi shoxobchalarga ta'sir qilmaganini bildirdi. Spar va HIV xaridorlarni Avstriyada sotib olingan ushbu mahsulotlarni iste'mol qilmaslikka chaqirdi. Qaytarilgan mahsulotlar uchun mijozlarga pul to'liq qaytariladi. Politsiya bunday bankalarga teginganlarga qo'llarni yaxshilab yuvishni tavsiya etmoqda. Bolalar ozuqasida zaharli moddalarning aniqlanishi. Yanvar oyida Danone bolalar ozuqasida toksin modda aniqlangani sabab Germaniyadagi partiyalarni qaytarib olishini e'lon qilgandi. Gap Aptamil brendi ostida 2025-yil may-avgust oylarida ishlab chiqarilgan bolalar ozuqasining kamida 3 ta partiyasi haqida ketmoqda. Tekshiruvlar davomida ularda serulit nomli toksin aniqlangan. Ushbu modda sog'liq uchun juda xavfli hisoblanadi. Shuningdek, Nestle ham yanvarda O'zbekistonda ayrim bolalar ozuqasini qaytarib olishni boshlagan. Kompaniya tashqi yetkazib beruvchidan olingan xom ashyoda serulit toksini bo'lishi mumkinligi bilan bog'liq ehtimoliy xavfni aniqlagan. Tokio yana bir raketa uchirilganidan keyin Pxenyanga norozilik bildirdi. Yaponiya 19-aprel kuni ertalab amalga oshirilgan raketa uchirilishi munosabati bilan Shimoliy Koreyaga rasman norozilik bildirdi. Hukumat bayonotida Yaponiya Shimoliy Koreyaning harakatlarini o'z xavfsizligiga, shuningdek mintaqaviy barqarorlikka va xalqaro hamjamiyatga tahdid sifatida ko'rishi ta'kidlangan. Tokio Shimoliy Koreyaning bunday harakatlariga javoban Qo'shma Shtatlar va Koreya Respublikasi bilan muvofiqlashtirishni davom ettirish niyatini ta'kidladi. Avvalroq Yaponiya mudofaa vaziri Shinjiro Koizumi mahalliy vaqt bilan soat 6:00 atrofida Shimoliy Koreya bir nechta raketalarni, ehtimol ballistik raketalarni uchirganini xabar qilgandi. Uning so'zlariga ko'ra, ular Yaponiyaning eksklyuziv iqtisodiy zonasidan tashqariga tushgan.